Bugun Rossiyada kuzatilayotgan benzin taqchilligi haqida so'z yuritamiz. So'nggi kunlarda mamlakatning ayrim hududlarida yoqilg'i bilan bog'liq muammolar kuchaygani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ayrim yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Bu holat haydovchilar va transport kompaniyalarini tashvishga solmoqda. Mutaxassislarning fikricha, muammoning asosiy sabablaridan biri neftni qayta ishlash zavodlari faoliyatidagi uzilishlardir. Ayrim zavodlarda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda, boshqalarida esa ishlab chiqarish hajmi pasaygan. Bundan tashqari, so'nggi oylarda ayrim neft infratuzilmalariga uyushtirilgan dron hujumlari ham ishlab chiqarishga salbiy ta'sir ko'rsatgani aytilmoqda. Yoz mavsumida yoqilg'iga bo'lgan talab odatda ortadi. Dam olish mavsumi, yuk tashish hajmining ko'payishi va qishloq xo'jaligi ishlari benzin iste'molini oshiradi. Ishlab chiqarish kamaygani va talab ortgani sabab ayrim hududlarda benzin narxlari ko'tarilib, yoqilg'i ta'minotida uzilishlar yuzaga kelmoqda. Rossiya hukumati vaziyatni nazorat qilish uchun choralar ko'rayotganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, ichki bozorni yoqilg'i bilan barqaror ta'minlash, ishlab chiqarishni tiklash va zarur hollarda zaxiralardan foydalanish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Vaziyatni yaxshilash uchun qo'shimcha choralar ham muhokama qilinmoqda. Tahlilchilarning fikricha, agar ishlab chiqarish tez orada tiklansa, benzin ta'minoti ham asta-sekin me'yoriga qaytishi mumkin. Aks holda, ayrim hududlarda taqchillik va narxlar bosimi yana bir muddat davom etishi ehtimoldan xoli emas. Mavzu bo'yicha yangi ma'lumotlar e'lon qilinishi bilan sizni xabardor qilib boramiz. Kanalimizga obuna bo'ling va eng so'nggi jahon yangiliklarini biz bilan kuzatishda davom eting.